Assalomu alaykum hammaga. Kompyuterimni qanaqa qilib driver qilsam, qaysi driverlar kompyuterimga kerak, qaysi driverlar yetmayapti degan savollar kimlardadir bo'lsa, o'zim ishlatadigan eng yaxshi driverni sizlarga ham tavsiya qilmoqchiman. Bu SDI Snappy driver hisoblanadi. Yaxshi tomoni buni doimiy fleshkaga yozib olib, doimiy ishlatsa bo'ladi, offline ishlatsa bo'ladi. Keyin yana bir yaxshi tomoni hech qanaqa reklama chiqmaydi. Bilamizki, boshqa driverlarda onlayn kompyuterni driver qilganda har xil brauzerlar, reklama fayllar, reklama prilojeniylar to'lib ketadi kompyuterda. Lekin bu Snappy driver bilan kompyuter driver qilinganda hech qanaqa reklama ko'rinmaydi, hech qanaqa reklama chiqmaydi. Shuni qanaqa ishlatishni hozir ko'rib chiqamiz. Google'ga Snappy driver yozamiz. CDI yozganimizda CDI driver download bo'limi kelib chiqadi. Downloadga birinchi chiqqan joydan downloadni bosganimizda bizga mana shu oyna ochiladi. Oyna ochilganda ikki xil variantni bizga taklif qiladi. Birinchisi SDI full versiya, ikkinchisi SDI light versiya. Agar internet vaqtingiz bo'lsa, bir martaga full versiyasini olsangiz yaxshi. Bu 44 GB hajmi 44 GB bo'ladi. Torrentdan ko'chirib oladi. Lekin bu sizda doimiy offline ishlatsa bo'ladigan bo'lib qoladi. Downloadni bosganimizda bizga torrent faylini yuklaydi. Torrentdan ko'chirib olamiz va men ko'chirib olganman, bu yog'ini dasturni o'zida davom ettiramiz. Mana ko'chirib olgan faylga kirganimizdan keyin bizda ikkita SDI fayl paydo bo'ladi. Buni 64ligiga kiramiz. Kirganimizda bizga mana shu oyna ochiladi. Bu yoqda bizga kerak bo'ladigan driverlar, qaysi driverlar kam bizga kerak, yetishmayotgan ro'yxati chiqayotgan bo'lishi kerak edi aslida. Menda chiqmaganning sababi, chunki men ko'pincha kompyuterimning driver test qilib turaman. Shuning uchun hech qanaqa driver hozir so'ramayapti. Bu yoqda mana bu oynada o'sha driverlarning qanaqa versiyalari, yana yangi, shunaqa eski versiya, aktualniy versiyalari qaysilar kerakligi bu yoqda ko'rsatib turadi. Masalan, men eski versiyalar driverni ham menga ko'rsatib qo'yib ber degan bo'lsam, eski driverlarni ham menga ko'rsatib beryapti. Mana bu yerda masalan tanlaymiz. Tanlangan driverlarni bizga uстановить tugmasini bosganimizda o'rnatishni boshlaydi. Xuddi shu tartibda kerakli driverlarni o'zi o'rnatishni boshlaydi. Bu programma menimcha hammaga qulay, oson, foydali bo'ladi. Yana bir foydali tomoni, ishxonada yoki ko'p kompyuterlar bilan ishlaydigan odam bitta fleshkasini shunga ajratib, shunaqa qilib yozib olsa, menimcha hamma kompyuterga driver qilish oson kechadi. Hozircha shu, sizlarga ham shuni tavsiya qilib qolaman.